8-dekabr 2025-yil. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi obyektimiz ijaraga chiqib turibdi. Bu yog'imiz Puskay, Manej. Puskayni bilasizlar, Gurlanda eng qoq markazi. Bu yerda tak 2 etaj zdaniyamiz, asosan bir gastisaga moslab qurilgan qadimgi vaqtda. Bu yerda xonasangiz xonama-xona bo'lib ham beradi. Bir 7-8 do'kon tushsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, ichini polni katta bir gastisama qanlaydir savdo maishiy xizmat etasizmi? Ichkarida ko'rsatamiz, yuring. Kami 1000 kvadrat общий, qurilish osti 720-700 kvadrat plus minus. İçinin xonasi birinchi etajda bir 20 xona, ikkinchi etaj 20 xona. Bu yog'inda ko'rsatib o'tgan xonalar bir deyarim. Aytilganday bir gaz sig'an moslangan. Bu yerda to'q, gaz, suvda muammo yo'q, hamma bor. Endi to'g'risi ta'mir talab. Bu yog'indan polni, bu yog'indan bir ko'rsatib o'tadi beri. Bu yerda 7-8 xonasi bor. Har yog'inda bu yerda nima deydi bir o'quv kursma masalan bir qandaydir vajiga moslasangiz bo'ladi. Ikkinchi etajni ko'rsatib o'tamiz endi. Ikkinchi etajim ham shu qadimgi zamonning to'g'risi qadimgi zamon, hozirgi zamonga yetib 10 yillikning hisobida gazga moslangan. Bu yog'inda ham qatorni har yog'inda 4 xonadan 8 xona bor. Bu yog'imizda da 4 xona bor. Qandaydir biznesga bersangiz, liboy vajizga ijaraga beriladi. Summasi gaplashiladi masalan 1 millionmi, 2 million, 3 millionmi, olgan yeringizga qarab bemalol ijaraga qilsangiz bo'ladi. Bu yog'ingizdan ko'rsatib o'ting. Bu yog'imizda mana orqada xotam bor, uni ham ko'rsatib o'tdik. Bu yoqdan mana balanddan xotam gideti bir 50 metrga 10 metr, 12 metr xoti bor. Chap yog'inda, o'ng yog'inda. Bemalol qanday bir biznes etsangiz, boshqa etsangiz bemalol ijaraga beriladi. Telefonlarda qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Remonti o'rtacha holatda xalasangiz remont etib beradi, bo'lmasa o'zingiz remont etib olsangiz ham bo'ladi. Xullas ijaraga beriladi, gaplashasiz, telefonlar qoldiramiz. Og'ayingizga qarab, masalan, g'alati bir 100 kvadrat yerda olsangiz 1 million so'm masalan. Pulni o'pib olsangiz beriladi bir 7-8 million, 10 millionmi telefonlarda qoldiramiz, egasi bilan bemalol gaplashasiz. Bu ijaraga beriladigan telefon nomeridan yozib qoldiramiz, ehtiyojli nomerdan ko'rib qo'ying. Shu shaxslarga telefon berasiz.